Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa yana bir navbatdagi ijodimizni o'z nihoyasiga yetkazdirdik. Bitta ko'rib baho berasizlar do'stlar. O'zlaring kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasizlar. O'ta go'zal holatda, ajoyib holatda chiqdi. 60 ga 60 kafirlari bilan. O'ta ajoyib holatda. Xo'sh, tanishtirib borsam, ozgina рабочий stol, moyka, yana 1,5 metrcha рабочий stol, 16 talik tandirimiz, 22 talik qozonimiz, 80 litrlik qozonlarimiz. Ikkitasi bitta mo'ri, ajoyib holatda. Yo'q suitlari bilan o't yonishlariga baho berasizlar. Oqirib ketgan birdek yonyapti. Belarga ham ajoyib diodlar qo'yib berganmiz. Kechqurun juda ajoyib chiroyli holatda turadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa do'stlar, albatta nomerlarimizni qo'yamiz. Aloqaga chiqsalaring. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda. Narxini aytib o'tib keting debsiz, akalar, ukalar. Рабочий stollarimiz 500 mingdan 700 minggacha, tandirimiz mashq holati mazakalari bilan 1,5 million. Qozonlarimiz 1 million 200 mingdan 80 talikgacha. Undan ag'i kelishilgan holatda ichiga qo'shiladi. Mana shunaqa gullarni chizib, o'ta ideal holatda qilib beramiz. Bitta tortchilarni ko'rsatamiz. Atxamlik bitta ko'rsatib oling. Tezlashtir. Shamol 5 ariqda har doimgidek. Shamolga qarshi kurashamiz deydi-yu. Shuni ko'rsatmayapti. Shamolga qarshi tortishi, narakasi, срочный. Tortishlar. 80 litrligimizdan tortishlar. Siz kuzatishda davom etinglar do'stlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'l. Xudo xolasa mana 500 tadan o'tdik. Inshaalloh 1 million bo'lamiz deydi-yu. Xudo xolasa 1 million bo'lamiz. Repostlarni bosib, layklarni yarimiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.